o'zim ham ona ham ota bo'lib boqib katta qildim. Ayolim 10 yil bo'ldi olamdan o'tgan edi. Mana biza ham salkam 30 yil shu yerda Xudoga shukr deb sabr qilib ishlab kelyapmiz. Ikkita teshuvlari esdan chiqib qolib qo'yayotganda keyin qo'yolmay shunaqa qiziq ishlar ko'p bo'lgan. Xudoga shukr adasiga mashinalar sovg'a qilib mexanika ta'mirlash ustaxonasida mana 25 yil 30 yilga yaqin ishlayapman. Alhamdulillah. Jarayonlarimiz ancha yilga ishchi bo'lsak ham shu yerda ishlab bola chaqa boqyapmiz. Oilamizni shu yerdan boqib, Xudoga shukr halol mehnat qilib, bolalarga yedirib, ichirib, pojarniy gidrant remont qilaman. Zadvishkalarni remont qilaman. Avariyalarga krishkalar tayyorlab beraman. Flanslar tesh beraman. Shu yopqichlarga pojarniy gidrant stenderini bo'ladi. Ustiga burab suv chiqaradigan o'shalarni remont qilib beraman. Oldin hammasi eski bo'lardi. Yopqichlar hammasini remont qilardik. Mana hozir Xudoga shukr yangi hammasini yangilashyapti. Yangi olib kelishyapti. O'shalarni joyiga qo'yib ustanovka qilishga biza tayyorlab materiallarini qilib beramiz. Faqat yangi olib kelishyapti. Shu yangilarini joyiga qo'yishga moslab tayyorlab beramiz. Olib borib qo'yishadi. Shu bolalarimizni boqib, o'qitdik, yedirdik, ichirdik. Mana Xudoga shukr to'ylar qildik. Bolalarni bir o'g'il, bir qiz, qizimni uzatdim. Mana 4-5 oy bo'ldi. Xudoga shukr alhamdulillah endi o'g'ilchani o'ylantirsa Xudo xolisa yog'iga kelgan. Yana nasib qilsa navaralarning to'yini ham ko'rib yurish Xudo xolisa hammamizga ham nasib qilsin. Bolalarimni o'zim ham ona ham ota bo'lib boqib katta qildim. Ayolim 10 yil bo'ldi olamdan o'tgan edi. Shu yerda ishlab mana Xudoga shukr harom yedirmasdan halollik bilan boqib bolalarimizni mana sekin endi bu yo'lga rohatini ko'rishlikni nasib qilsin. O'g'ilchani Xudo xolisa 1-2 yil bo'ldi Turkiyada o'qituvdim. IT yo'nalishi bo'yicha o'qigan edim. Alhamdulillah o'qishlarni bitirib kelgan. Mana Toshkent shahrida ish yuritadi. Mana 6 oy bo'ldimi, 8 oy bo'ldi. Xudoga shukr adasiga mashinalar sovg'a qilib, alhamdulillah deyman. Harom luqma yedirmasdan halol bilan boqqan ekanmiz. Mehnatini ko'rib, xursand bo'lib, yurib biza mana Xudoga shukr. Yoshlarga ham tavsiya qilaman. Halollik bilan ishlasa, hamisha sabr bilan ish qilsa o'zini natijalariga erishadi. Mana biza ham salkam 30 yil shu yerda Xudoga shukr deb sabr qilib ishlab kelyapmiz. Alhamdulillah. Bir necha yil oldinda oyliklarimizni даже 4 oy, 5 oy kech berishardi. Oylik olmagan paytda ham bo'lgan, rizqimizni terib. Mana shu paytlardan ham o'tib keldi. Xudoga shukr hozir hammasi yaxshi, alhamdulillah. Bu yog'iga ham yaxshi bo'lishiga umid qilamiz, Xudo xolasa. Yoshlarga asosan tavsiyam halollik bilan mehnat qilishsa, sabr qilishsa, mana sabr qilib shu yoshga yetib keldi. Bu yog'iga ham sabr qilishsa, bolalar ham bizga ham hammasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Qiziq voqealar endi kallik ichida ishxonada bo'lib turadi. Mana kimlargadir o'rgatayotganda ma'mini bunaqa qilgan to'g'ri teshgin deganimizda qiziq voqealar ikkita teshuvlari esdan chiqib qolib qo'yayotganda keyin qo'yolmay shunaqa qiziq ishlar ko'p bo'lgan. Paxtalarga olib borganda ko'p bo'lgan qiziq ishlar. Paxta teraman deb terib keyin yo'qotib qo'yib partularini ko'p qiziq ishlar bo'lgan. Endi ular o'tib ketdi hammasi. Hozir Xudoga shukr mana o'zimiz sinchiklab hammasini tekshirib beramiz. Xudoga shukr bir yomon gap eshitayotganimiz yo'q, alhamdulillah. Mana ishxonani spisovka deyishadi, kiyimlarini vaqtida olinmas edi. 4 yil, 5 yilda bitta berilardi, 3 yilda bitta berilardi. Hozir mana har qanaqaga moslab qishga, yozga 3tadan
berishadi. Bahorga, yozga, qishga qilib yaxshi vaqtida berib turibdi. Mana ko'rayotgandirsizlar. O'tirib biza Xudoga shukr 5 yildan keyin pensiyaga chiqamiz, Xudo xolisa. Shu pensiya yoshigacha ham shu yerda ishlab pensiyaga chiqishni maqsad qilganman. Mana shu korxonaga, xalqimizga o'zimni foydam tegayotgani uchun men o'zimni baxtiyor his qilaman. Yoshlarga ham tavsiyam shu: daraxt bitta joyda ko'karadi. Sabr qilsa, Xudo xolisa hamma narsaga erishsa bo'ladi. Pensiyaga chiqsa, mana Xudo xolisa pensiya yoshida navaralarni ko'tarib yuramiz deb.